Paynitga kirganimda duxi sepib olganmi deb ustimdan kuldi deyapsiz. Bor hid haqiqatan bor opajon. Pampers to'qib yuribsiz. Undan keyin bu har kuni bu ishtonni yuvgandan keyin undan to'liq siydik ketmaydi, o'zi bilasiz-ku mana. Siz holatingizni ko'rdim. To'g'risini aytaymi? Ayol sifatida yuragim og'rib, achib ketdi siz shikoyatlaringizni eshitib. Erga tegadi, tug'adi, to'rtta beshtani, oxiri boyagi uylantiradi, erga beradi, hamma narsani qiladi. 60 ga, 45 ga kirgan paytiga peshobni ushlolmay, pampersni toqib, nevaraga kulgi, kelinga kulgi, mana bunaqa holatga bo'lib qoladi. Har kun ishtonni yuvish bilan shug'ullanaman, ishtonni ilaveraman, bu yog'idan taxlab yana kiyaveraman, ilaman, kiyaveraman, hatto kelinga ham bermayman. Og'irim tushmasin deyman deyapsiz. Nevarasini pampersigacha toqib kelgan ayollarni ko'rdim to'g'risi men. O'zingiz aytib o'tiribsiz, xirurgiya qildirdi ham, qo'shnim deb aytyapsiz, hech qanday foydasi bo'lmadi deyapsiz. Sitka qo'ydirdi deyapsiz, hech qanday foydasi bo'lmadi deyapsiz. Opajon, ozginagina semizlik bor sizda, eng birinchi o'rinda. Mana shu semizligingizni o'zi bu yoqda o'zi bachadon katta, boyagi qin yo'llari tushib yotibdi, yana sizni visizga u yana itaradi, opa. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala gipodinamiya. Kam harakatlilik opa. Kam harakatlilik hisobidan bo'ladi juda ko'p sistit holatlari, juda ko'p aynan qin devorlarini mana tushib qolib, aynan o'sha peshobda ushlolmaslik ham o'sha gipodinamiyadan bo'ladi opa. Hayotiy holatingizni aytyapsiz. Uyingizda uncha tinchlik yo'q deb aytyapsiz. Stresslar ham bunga ta'sir ko'rsatadi. Ikki xil yo'li bor peshob ushlolmaslik. Bittasi stress, ya'ni miyada o'yladi. Mana shu peshob keldi. O'yladimi, o'sha narsani to tualetga borib chiqarmaguncha u ayoldan ketmaydi u narsa. Nonni sarasini, boyagi farzandlar rohatini ko'raman degan chog'izda mana bunaqa holatda. Hech yerga bormayman, hech yerga chiqmayman, mehmonga bormayman, yotmayman, hech yerga bormayman deb aytyapsiz. Qarang, opa. Sizni hozirgi yoshingizda ayni o'ynaydigan, kuladigan, yashaydigan eng yaxshi paytingiz-ku. Bolalarni ardog'ida yuradigan paytingiz-ku. Siz mana bu holatingiz bilan shunchalik chegaralanib qolgansiz. O'zimdan yomon hid kelmayaptimi deysiz menga boya. Bolalarni ham anaqa pampers kiydirmay ishtoniga siyib qo'yursa qanaqa bo'ladi ishtoni? Xuddi shunga o'xshagan holat opajon. Sizga men faqatgina siz operatsiyadan qo'rqyapsiz, operatsiya qildirmayman deyapsiz. Operatsiya qilgan bilan 100% hech kim peshobida ushlaydi deb garantiya bera olmaydi. Keyin aytyapsiz, hech qaysi markaz qolmadi deyapsiz, urologistikaga bor. Ya'ni eng yomoni qarang, urologga borsangiz ginekologga bor deyapti, ginekolog men qilib bera olmayman, urologga bor deyapti. Shuning uchun men faqat sizga yordam bera olaman mana shu usul bilan opa. Lazer intim yoshartirish, toraytirish usuli bilan yordam bera olaman. 10 yillik dard dedingizmi? 10 yildan beri shu dard bilan og'riyman deyapsiz. 10 yillik dard bilan meni oldimga kelyapsiz.